Avvalom katta futboldan uzoqlashgandim. Yana katta futbol atmosferasini his qilishga imkoniyat yaratib berishgani uchun mana Hojimat Erkinov, Mirjalol minnatdorchilik bildiraman. Ikkinchisi, yomon boshlamadik o'yinda, lekin baribir professional o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'ygan Guliston jamoasining jismoniy holati va boshqa tomondan, taktik tomondan nisbatan ustunroqligi, ko'proq o'yin amaliyoti bo'lganligi, tayyorgarlikka ko'proq imkoniyati bo'lganligi va o'z ta'sirini o'tkazdi. Afsuski jismoniy holatimiz, men o'ylaymanki, pand berdi va yigitlarga ham ta'kidlab o'tgandim, mayda xatolar ham mag'lubiyatga yoki bo'lmasa gollarga olib kelishi mumkin. Afsuski birinchi vaziyatoq o'z darvozamiz oldida gol bilan yakunlandi va bu, men o'ylaymanki, o'yin taqdirini hal qildi. Keyin nisbatan baribir qiyin bo'ldi. Shunga qaramasdan bizni qo'llab-quvvatlagan muxlislarga, futbolchilarga minnatdorchilik bildiraman va o'ylaymanki, kelajakda bu o'yindan to'g'ri xulosa chiqarib, bunaqa imkoniyat yana bo'ladi, xudo xolasa.